Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Navbatdagi velosipedimiz mana Germaniya davlatida ishlab chiqarilgan Giant firmaniki. Ramalari dur alyumin 28 razmerda, Damski variantidan. Oldi generatorlari bor, mana Shimano. Generatorlari Shimano mana. Oldi farlar LED Xion lampa. Qanotlarimiz plasmas qanot. Qasqonlarimiz dur alyumin 2 qavatlik, juda baquvvat qasqonlar. Oldi vilka amortizatorli 7 ta skors bilan jihozlangan. 7 ta skorsli oyoq tormozi bor. Vinuslarimiz ligrovkali. Egartayda amortizatorlari bor. 7 talik Nexus, mana Shimano. Oyoq tormozli. Balonlarimiz ham antiprokol, uncha-munchaga teshilmaydi. Oldi generatorga oldi orqa faralar yonadi. Bagajlarimizgacha mana Giant. Egari ham radni, faqat chexor kiydirib qo'yilgan. Yo'q, agar sizga yoqmaydigan bo'lsa, yangi ham qo'yib berilaveradi. Narxi hech qanaqa o'zgarmaydi. Atrajatlarimizgacha mana radni o'ziniki. Holati o'ta ideal holatda. Ikkita tormoz bilan jihozlangan. Oldi tormoz qo'lda, orqa tormoz oyog'ida. Holati qisqa qilib aytganda ideal holatda. Narxi 3 million so'm. Vodiy bo'yicha dastlabki bepul, Toshkent vohid tomonlarga kelishuv asosida dastlabki qilib beriladi. Kimga shunaqa sifatli yaxshi velosipedlar kerak bo'lsa, pastdagi raqamga murojaat qilinglar. Like va podpiska bosishdan chiqmasin.